Bu birmi? Yurib ketadi oldinga. Birmas hali, neytralka. Mana bu sipleniya. Ha, pastga bitib turing. Sekin sipleniyani qo'yib yuboring, gaz berish shart emas. Sekin qo'yib yuboring. Ozgina gaz berib yuborasiz keyin. Oy. Tormoz yetmadi-ku. O'rtoqlik agentga kirishdan oldin Rossiyadan O'zbekistonga foizsiz pul o'tkazadigan programma yubor bor edi, bilasizlar. Bu programma hozir yangi yil uchun alohida Ro'zg'or Bob degan aksiyani o'ynashyapti. Bu aksiyada siz televizor, xolodilnik, chang yutgich, pilisos o'sha telefon, pul mukofotlarini yutib olishingiz mumkin. Endi qarang, siz Rossiyadan O'zbekistonga foizsiz pulingizni o'tkazasiz, aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. Uyingizga sovuq kunda issiqqina pulingiz bilan sovg'alarni jo'natishingiz mumkin. Kommentga bo'lsa bizni ketdi. Hali ham to'xtagani yo'q ekan. Shu ketishlari bilan hali ham akamni topa olmayman. Sal oldin bizni Qo'qon ko'chada o'tib ketdi, birat nima qilay o'rgatib qo'yaymi? Seni moto haydashni o'rgatadigan do'sting. Yo'l-yo'lakay ChatGPTdan so'rab oladi. Shogird aka shogird ustozidan so'radi. Aka qanaqa qilib to'xtaydi? Ustoz javob berdi. Benzin tugasa o'zi to'xtaydi. Shu birat hozir ko'rdim, Farg'onada yuribdilar, qizillik ham to'xtamasdi. Ketding Najim. Aka Perivalda birinchi skorsda ketyapti ekan. Yusuf, to'xtat buni, Yusuf.